Assalomu alaykum talabalar. Sizlarda mikrofonlar ishlamayapti. Mikrofonni yoqinglar. To'rayev. Abdullayeva, sizda ham mikrofon ishlamayapti. Mani eshityapsizlarmi? Qurbonboyev, siz ham mikrofoningizni yoqing. Abdullayeva, ovozim eshitilyaptimi? Hurmatli talabalar, ovozim eshitilyaptimi? Javob beringlar. Demak, darsni boshlaymiz, hurmatli talabalar. Mana Zoom platformasida bizada chegaralangan vaqtimiz. Ya'ni 40 minutda o'zi avtomatik o'chadi. Ya'ni bu 40 minutda biz uspet qilishimiz kerak. Sizlar bilan bugungi ma'ruzani to'liq, ya'ni yoritib berishga. Hozir mana ovozim eshityaptimi so'radim. SMSda ha deb javob keldi. Demak, eshitib turibdi. Sizlarda mikrofon faqat Abdullayevada mikrofoni bor, ko'rinib turibdi. Qurbonboyev bilan To'rayevda mikrofon yo'q. Mikrofonlaringizni ko'ringlar, nastroykasidan to'g'irlab qo'yinglar. Qanaqadir savol-javob, tushunmovchiliklar bo'lsa, so'rash kerak bo'lib qoladi. Demak, hozircha 3 kishi kirgan faqat. Endi keyingi darsdan balki moli yana kirar. Keyingi darsimizdan demak ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Qurbonboyev, ovozingiz eshitilmayapti. Ovozi eshitilmasligi bir kishi eshitilib, bir kishi eshitilmasligi mumkin emas. O'zingiz nastroykangizdan to'g'irlab olingda, internet yaxshi bo'lmasligi mumkin. Chunki menda bemalol mikrofon, mana ovoz ko'rinib turibdi. Ovoz ketib turibdi mikrofonda. Ovoz eshitilyaptimi endi? To'rayev, ovoz eshitilyaptimi? Nastroykadan to'g'irlang. Qurbonboyev, ovoz mana boshqalarda bor. Abdullayevada ovoz eshitilyapti ekan. Demak, ovoz bor. Bittada eshitildimi, hammada eshitilishi kerak. Bu o'zlaringizni telefonni nastroykasidan bo'ladi. Nima qilamiz? Boshlaymizmi darsni? Uje mana 10 minut o'tib ketib qoldi.
Qurbonboyev, nima bo'ldi? Telefonni nastroykasidan naushnikni qo'yib olingda, yoqing. O'sha mana chap tomonda kamera bilan выключить звук turgan bo'ladi, mikrofon. O'sha mikrofonni bosasiz ustiga. Naushnikni qo'yib turib, mikrofonni ustiga bosing.